Koreya bo'yicha eng arzon xizmatlarni ko'rsatamiz. Xo'p, undan tashqari o'rtoqlar, F2R vizani mana hammamiz bilamiz. Aholi yetishmaydigan hududga kirgan shaharlar uchun beriladigan viza. Bu vizada ham o'zgarish bo'lgan. F2R vizasi orqali oldin xabaringlar bo'lsa faqatgina bitta yo'nalishda, svarshi bo'lsa svarka yo'nalishida, kraska bo'lsa kraska yo'nalishida ishlagan. Hozirgi chiqqan F2R vizamiz yangiligi, bunda endi yo'nalishlarning chegarasi olib tashalgan. Svarshi bo'lsangiz ham, kraskachi bo'lsangiz ham, undan tashqari xohlagan yo'nalishga kirib ishlash imkoniyatiga ega. Endi qaranglar. Y7 4R vizasining qulayligi, asosiy qulayligi o'rtoqlar. Bunga o'tganingizdan keyin oila a'zolaringiz ham ishlash huquqiga ega bo'ladi. Oila ishlash huquqiga ega bo'ladi. Oylik daromadingiz birgalikda hisoblanadi.